Salam qayrindishim. Kitap o'qish munberiga xoş geldiniz. Hazır anlaydıqınız Xalida İsrailning Bahar va Tuproq haqida rivoyat nomli asri. Bu asar avtorining Ona daryoni izlab nomli hikoya, povest, nasr va maqolalar to'plamidan ilindi. Rivoyatni o'qib berishdan ilgari sizdan bir savol so'ray. Siz Amerikaning Giver degan kinosini ko'rganmi? Men buni aslimlarni yetkizguchi deb tarjima qildim. Bu film Amerikalik Lois Lowry degan yozuvchining 1993-yil yozgan shu nomli romaniga asosan 2014-yil film qilib ishlangan. Bu bir ilmiy fantaziya bo'lib, voqealigi odamni nihoyatda qiziqtirdi ham o'ylantirdi. Agar mumkin bo'lsa, Xalida Isroilning tuvandagi asarni anglab bo'lgandan keyin bu filmni bir ko'ring. Shuningda Dağlıq yazğıcımız Xalida İsrailning haqiqiy yazğıcıga xos ijodiy tafakkur jihatda xalqaroliq saviyaga yetgan dağlıq yazğıcı ekanligiga texim qoyil bo'lasiz ham faxrlik his qilasiz. Men hatto Xalida appay mush filmdan ilhom olganmi qandaq deb izlanibmi ko'rdim. Amaliyotda appayning bu asri 2009-yil nashr qilingan kitobga kirizilgan. Demak, bu rivoyat 2009-yildan ilgari yozilgan. Amerika filmi bo'lsa 2014-yil ishlangan. Bu romanning inglizcha nusxasini appay o'qib qolganmidi? Meningcha bu ehtimollik yo'q deyarlik. Aslilarni yetkizguchi nomli bu filmning voqealigini tunishtirib o'tirmayman. Faqat sharhlab o'tadiganim bu ikki asarning markaziy ideyasi asosan birdek. Farqi biri Amerikalik tarafidan yozilgan va kino qilib ishlanib, dunyoga to'nilib, necha 100 millionlik foyda yaratgan bo'lsa, yana birini bir Uyg'ur ayol yozuvchi yozgan. Dunyo uningdan xabarsiz. Endi diqqatingiz bu nadir asarda bo'lsin. Bahar va Tuproq haqida rivoyat. U kuni havo odatdan tashqari ochiq edi. Qizil, siyriq, so'sin rangli yovi gullar qoplagan daladan kun bo'yi ot uloqlarining duperlashlari, odamlarning cho'qan suran kulki chaqchaqlari, sho'x usullarga dastigan chaqdagi ritmliq oyoq tevishi olinib turdi. Kun g'arbga qisayganda dala bir tilla timtos bo'lib qoldi. Bu timtaslikni qapoq hara, asal harlarning g'o'ngildigan ovozi, qushlarning yiqimliq churuqlashtirla buzib turadi. Moy eyining illiq havosi, gullarning xushpuraqi, chaylangan o't cho'plarning chuchumal hidi, bahor oftobida qizigan munbat, nam tuproqning mast qilg'uchi puraqi bilan to'lg'an edi. Yiroqdagi do'ngning orqasidan kayniga qarab mengib bir qiz chiqib keldi. O gullar eng zich ichilgan qo'yuq o't cho'plikka berib o'ltirdi va bir tal so'sin gulni o'ynaganicha xiyolga cho'kdi. Uzoq o'tmay qayoqdandir bir yigit paydo bo'ldi. U putining uchida mengib qizning orqasiga keldi-da, qo'lidagi cho'p qo'li bilan beshini silib o'ltirgan qizning bo'yinlarini qidiqlashga boshladi. Qiz nimanidir qo'g'lamoqchi bo'lib qo'llarini silkidi. İkinci qitimda bo'ynidan nimanidir tutmoqchi bo'lgan barmoqlari cho'p qo'liga tegib qoldi. Yigit cho'pni tashlab burilib qochdi. Qiz sakrab qopib orqasidan qo'qlashga boshladi. Osmon shu qadar ko'k, shu qadar suzuk. Uning ostidagi bepoyon yeshil zaminda qo'qlashib yurgan bir jup yosh shu qadar go'zal, shu qadar jo'shqin ediki, kishiga yengila yer yuziga tushgan odam bilan Havvoni eslatdi. Yigit hozirg'inicha kelib cho'plikka o'zini otdi. Qizmi uning yeniga so'zildi. Ikkisi yonma-yon osmonga qarab jimmat yetishdi. Ular oshiq-ma'shuq edi. Bugun bu yerda uchrashib to'y kunini bekitishmoqchi edi. Bir pas davomlashgan nozlanish, dum suyush va yorishib kelishlardan keyin yigit uzoqdan beri ko'ngliga bukib kelgan bir kunni aytdi. Qizil gul echilgan bulbul visoliga yetgan kuni. Bulbulning visoliga yetgan nada?
Qiz yutib etolmay og'zidan chiqib ketgan gapiga lablarini tishildi. Yigitning yuragi oqqandek bo'ldi, ham tushuniksiz bir xil vahima, andishi ichida birpas jimib qoldi. Ammo bu jimjitlik ancha uzoqqa so'zilmadi. Ularning xiyoli osmondagi to'xtamay shakl o'zgartib turadigan yupqa bulutlardek bir damda o'zgardi. Yigit bir gap qilib edi, qiz kichikina mushtlarini ishqa soldi. Ular yana kangri dalini bo'ylab qo'g'lashqinicha ko'zdan g'oyib bo'ldi. Shu kuni oqshimi kishilar borgan sari kuchayayotgan bo'ronning ushqirtishlariga, bo'ronda sungan daraxtlarning qaraslashlariga, turg'unlarning o'rlishiga quloq selib yetib, asta-asta uyquga ketishdi. Ular o'zlarining bu dunyoga qachon kelishi va qachon o'lishini bilmaganga o'xshash, shu soat, shu minutda o'zlariga nimaning yiqilishyotganligidan bexabar edi. Ularning bosh ustida tush tumanlari xilma-xil rangda tavlanib, laylab yuradi. To'lin oy qop-qora chumpardining bir burjikini pat-pat qayrib, to'ngliklardan marlaydi. Tuyuqsiz olamning bir chetidan kelgandek hayvatlik guldirligan sado bilan tang insonlar ish bag'rini o'tmitish qilayotgan zamin xuddi o'qidan ajrab ketgandek qattiq silkindi. Saman yo'li sistemasidagi bu kichik sayyora qiyshib qolgandek bo'ldi. Tog'lar yerilib, daryolar toshdi. Uylar döv-döv dangalga aylanib, bu dövilar orasida son-sanoqsiz jasadlar qoldi. Yigit yotgan yerdan o'milab qo'pib, qo'g'ishin ranglik xira osmonni, yer jahonni bir ilib yig'iyotgan qorni ko'rgan chig'ida o'zini so'g'uq ham surlik, notonish dunyoga tashlangandek yoki biror qo'rqinchli tush ko'rayotgandek his qildi. Ammo bu tush emas edi. Ota-ona qon qarindoshlarining jasadlari xarabilik orsidan onda sonda ko'rinib qoladigan tunöginki go'zal turmushning qoldiqlari bu tuyg'ularning xatoligini isbotlab turadi. U qizning uyi tarafga yugurdi. Uning quchoqligini qiz emas, uning jasadi bo'ldi. U hamma narsadan ayrilib, tikandek yolg'iz qolgan edi. U hayotdan bezgan chig'ida o'zidanmi ojiz kishilarning, ayollar va bolalarning dod faryodini anglab, o'z hayotining ahamiyatini tonib yetdi. U hayot qolgan kishilarni boshlab, jasadlarni yerlikka qo'ydi. Xarabilik orasidan oziq-to'lik kiyim-kechak yig'di. Vaqtliq uylarni soldi. So'g'uq kun sari kuchayib, yerlar toshdek qetib ketganlikdan ularning qo'llari titilib, tirnoqlari o'rnida qip-qizil go'shtlar ko'rinib qoldi. Kishilar to'nlab ketib ketgan quloqlarini uvulab, isitish uchun qo'lini aparsa, quloqlari qo'lga chiqadi. Shundaqdimi ularning ko'nglida umid bor edi. Ular uzoq o'tmay quyoshning qora bulutlarni yerib chiqadiganligiga, illiq bahorning yetib keladiganligiga ishinadi. Ammo bahor kelmadi. Osmonni qoplagan qo'g'ishundak ig'ir bulut tarqimadi. Quyosh faqat tushdan keyinla xira panusdek g'ilpal ko'rinibla g'oyib bo'ladi. Qor kech-kunduz to'xtamay yog'adi. Temperatura kundan kunga tövallimakda edi. Dahshatli so'g'uq kishilarning hayotiga tahdid selishga boshildi. Bovoqlar va qeri-cho'rilar to'nlab o'lib qolishdi. Kishilar jasadlarni qor azqallariga ko'mib qo'yib, bir-biriga tasalli berishdi. Bahor kelsila hamma ish yaxshi bo'lib ketadi. Jarohatlar saqayib, g'am qayg'ular unutiladi deyishdi. Ular top-top bo'lishib, egiz qor dövilarga chiqib, osmonga, yiroq kun chiqishga soatlab qarab turishadi. Oylar, yillar o'tdi, ammo bahordan derak bo'lmadi.
temperatura davamlıq tövenlemekte idi. Kişiler soğuqni qoğlamakçı, qelin qarmuzlarını eritip, baharını çıllamakçı bulup, dalılarga asman pelek otun dövülep ot yaktı. Yer yüzünü lavıldap yenivatkan ot yalqını ve istütekleri kapladı. Ot saq bir ay köydi. Biroq ot ötüşü bilenla yer jahan taşdek ketip, hem bir yerini qilin muz kapladı. Qoru mahallerde, tağ dalılarda dal-daraxtdan eser kalmadı. Aştaqda, noğuş, qamçı dəstisi degəndək nərsilər etibarlaşıb, yurtdan eşek heydugidək birer tal tayaq tapqılı bolmaydigan bolup ketdi. Əməliyyatda eşek mi qalmağan idi. Qattiq soğuq dəstidən at kala, eşek qoylar, müşüklər qırılıb tügegen. Cangallıqlardımı şeri yolvaz, büyürü qaplallar, iyiq tülkiler, büyüken sələysumlar, uçar quşlarının nəsli quruğan idi. Arqıdınla qattiq soğuq qoşulup, dəhşətlik açarçılıq başlandı. Azğına zapas ozuq tülük balalar bilen iki qat ayallargıla intayin az miqdarda tarqıtılıp berilerdi. Köp sanlıq kişiler kövidek içip ketken qorsaqlarını söyrep, qar muzlarının asti ve əxlət dövülerden yegidek nərsi izleşetti. Bu açarçılıq yurtdaki quramıga yetken qavul erkeklerinin ceniqi zamin buldu. Ularının çinardek qavul bəsti, məğrurlıqı tabiat dünyasındaki bu rəhimsiz özgürüşlərge maslaşalmağan idi. Bu erkeklerinin yıkılışı xuddi qadimki dinozavrlarının yıkılışıdek hayvatlik hem eçinişlik boldu. Fakat heyliqi yigitla qandaqdır bir möcüze bilen hayat kaldı. O dalıda hayatının ağırqi saatlerini kütüp yatqan çığıda neçə günlerden beri hiç nərsini sesmez bolup ketken qorsqının içivatqanını sezip bir uçum qar yegen idi. Bu qar onun put-qoluğa mağdur kirgizdi. O yükünüp olturup qarni uçumlap yeyişke başladı. O qar arısıdın muhsiman bir xil ösümlikni tapdı. Onun təmi qansıq bolsumu açlıqqa daldı bolatdı. Keyin nurgun kişiler aşı ösümlikki tayinip hayatını saqlap qaldı. Yıllar ötdi. Qorsaqda qalğan balalar toğulup çoğ boldu. Ular dadalardan vecik, çaqqan, çıdamlıq bolup ösdi. Dadalarının tapınını köydirgen qumluqlar, ovluğan cangallar, dadaları orğan ormalar, ağdırğan munbət yerler ularga natunuş idi. Ularının həmmisi neçə yüz metr qililliqdiki qar muz astıda yoqalğan, unutulğan bolup, aşı qar muz astıdaki hayat başqaça bir xil tərizdə davam qılmaqda idi. Pelek çağının tınmay çörgülüşü bilen bu capakeş evlat teximi vecik, soğuqqa teximi çıdamlıq yeni evlatlarını hem özlerinin yeni dünyasını barlıq keltirdi. Ular əmdi zavut işlengen aşlıq, köktat, yel yemişlerini yeydiğen boldu. Ularning olimlari qurilishda ishlatadigan yenik ham chidamliq bir xil birikma modda yasashning usulini topgan ham suv bilan havodan paxtaroq ishlab chiqaradigan qurilmani ijod qilgan edi. Demak, kishilar qattiq sovuqqa moslashib yashash yo'lini tepib olgan edi. Ular nurg'un narsalarni ijod qilgan bo'lsa-mu, barcha jonliqqa illiqlik, hayot baxsh etadigan oftobni öz tabiati, rang ve puruqini bağrıdaki hayatlıqqa sığdırdıgan tuproqni ijod qila olmadi. Şoňa ular yeydigan aşlıq, köktat, yel yemişlerde tam puroq bolmaydı. Adamlarning chiroyi qonsiz, qalbida xo'shallik ve barliq oliyjanob his tuyg'ular kam edi. Yolg'on gap, zörüriyet ve odatga, ikkiyuzlamalik ve hiyli-mikir kishilar havas qiladigan qobiliyatga aylangan edi. Bu xil qobiliyati qanchaki yuqori kishilar shuncha hurmatga ve üstün martabalarga erishadi.
kishilarning ko'zi potirib qo'yilgan ikki parcha muzga o'xshaydi. Qattiq soğuq ham namlik tufayli kishilarning chiroyi va badanlarida so'sin ranglik qo'tir kesili yamrab ketgan edi. Hava yo'ruqliq kishilarning chiroyi va yurish turishlaridagi xunukliklarni, ularning atrofidagi chirkin, paskina narsalarni xiralashtirgan. Hatto o'zgacha sehri tusga ega qilib ko'rsatdi. Qachonlardan tortibkin kishilar bahorni, qilin qor muz ostida qolgan ona tuproqni unutdi. Ularni tilga olmaydigan, madhiyalab she'rlarni yozmaydigan, aksicha kumush rang qishni, qo'g'ishun ranglik osmonni, qor ushqullarini, abadiy yengilmas so'g'uqni, hayvatlik muz cho'qqilarni, zavod gullarni madhiyalab she'rlarni yozdigan, naqshlarni aytadigan bo'ldi. Yashash sharoiti, axloq o'lchimi va kishilik munosabat jihatdagi o'zgarishlarga agishib, bu yerning tilidimi o'zgarish bo'ldi. Bahor, tuproq degan atalg'ular va ularga munosabatlik barliq so'zlar tabiiy holda iste'moldan qoldi. Nurg'un yangi so'zlar, yangicha so'z ishiltish odatlari, yangi jumla shakllari barliqqa keldi. Bizga tonish heliqi yigit, heli ham hayot edi. Qachonlardan tortibkin u atrofidagi kishilardan yo'chun bo'lib qoldi. Balkim tang tushlari o'lib tugaganlikdan bo'lsa kerak, u atrofidagilarni tonimaydi. Ularning savollariga javob berishni xohlamaydi. Atdigandan kashkicha ko'zini jiroqlarga tikib, o'zi bilan o'zi paranglashadi. Kishilar uning bahor, qizilgul, tuproq haqidagi so'zlarini tushunmaydi. Uni sarang deb o'ylashadi. Oxiri bir kuni bir to'p oq kiyimli kishilar uni ruhiy kasallar doktorxonasiga ilib ketdi. U 4 tam karavatdan boshqa narsa yo'q, turma kameraga o'xshaydigan bir uyda tamga qarab o'ltirib, uzoq yillarni o'tkazdi. Uningga mas'ul doktor qerib o'lgandan keyin uni yangi kelgan yana bir yosh doktorga o'tkazib berishdi. Nurg'un yillardan keyin bu doktormi o'lib ketdi. Doktorxonada egiz bo'yliq, iskeletga o'xshab qolgan bu bovayning qandoq odamligini, necha yosh kirganligini biladigan odam qolmadi. Doktorlar uningdan zerikib, uni doktorxonadan chiqarib etishdi. Yillar o'taverdi. To'xtamay tuvallayotgan temperatura, uzilmay chiqib turadigan shivirg'an jafoliq sharoit, hayotiy kuchi ojiz barliq jonliqlarni rahimsizlik bilan shallab, uzuksiz yangi jonliqlar turini maydonga keltirmoqda edi. Aptab ko'rmay, sun'iy yemak-ichmak bilan cho'ng bo'lgan oxirgi avlodning badanida ajoyib nozik o'zgarishlar ko'rilishga boshladi. Olimlar oldi bilan bir qism kishilarning yurak, miya, oshqozon, jigar degandek muhim a'zolarining bir xil sun'iy birikma moddaga o'zgarayotganligini bayqadi. Bu ajoyib ahamiyatli bayqash edi. Bu bayqash insonlarga organizmlarini yangilash orqali texmo uzoq yashash imkoniyatining umidini elib kelgan edi. Bundaq o'zgarish asosan yoki to'liq ishga oshgan chaqda odamlarni kunubka orqali boshqarg'ili bo'ladi. Bundaq odamlarda herib charchash, shodlik va g'azab, muhabbat, nafrat deganlar bo'lmaydi. Bu ajoyib mo'jiza va uning olam shumul ahamiyati barliq tashviqot vositalarida e'lon qilindi. Hamma yer daqqa-dumbaq, naqsh usul sadolarga to'ldi. Kishilar kelgusiga bo'lgan ishonch va baxtiyorlik tuyg'usiga cho'mdi. Xuddi necha yuz ming yillik tadrijiy taraqqiyot jarayonini tamomlab, tamoman madaniyatlik insonga aylanib bo'lgan kishilar orasidami tasodifiy hollarda asliga qaytish hodislari yuz berib, anda-sanda maymunga o'xshash tuklik odamlarni tug'ilib qolgandek, bu mo'jizlik davrda ba'zi g'alati mijozlik bolalarni tug'ilib qoladi. Ular cho'nglarning so'zlariga ishkilangan holda quloq soladi. Doim qo'shimlarni turib, bu osmon ham zamin asalda mushundaqmi
ata-bovalarimiz qandaq yaşagan, kelgüsüdü-çü deganlarni o'ylanadi. Ammo ular savollarga javob topolmaydi. Aşındaq bir bala bir kuni osmon palak mustaqning bag'rida aylanib yurib, tog' o'nkiridan bir koni kitobni tepib oldi. Kitobning varaqlari hozirgi qog'ozga o'xshamaydi. Nihoyatda churik bo'lib, osonla yirtiladi. Bala koni kitobni avaylab, tozalab, uyiga elib ketib, ota-onasidan yoshirincha o'qib chiqdi. Onun düşünüşçe bu bir şiirlar toplumı idi. Onun da qandaqdır bahar akşamı, yulduzluq asman, tuprak, xushpuruqi kişini mest qiladigan qizil gül. Qizil gülge aşık bul degandek narsalar kuylanadi. Bir necha yerda bir tüp gülge qo'nib olgan kichikgina qanotliq jonivorlarning rasmi bor edi. Şiirlardan qandaqdir bir xil sehrligüchi harorat, hayajon tepchib turadi. So'zlarning xuddi jini bordek tuyuladi. Bala shuningdan keyin har kuni heliqi g'alati buvayni izlab boradigan, uningdan har xil savollarni so'raydigan bo'ldi. Buvay uning chiroyiga zodili qaramaydi. Xuddi o'zi bilan o'zi gaplashayotgandek yosh vaqtlaridagi bahor faslini, quyoshni, bag'rida barcha jonliqni o'stiradigan tuproqni, hayvonot, uchar qushlarni, qizilgulning pirog'ida kech-kunduz sayrab, dal qizilgul ichiladigan sahar paytida uxlab qolgan baxtsiz bulbulni hikoya qilib beradi. Qo'g'ishin ranglik osmonning yiroq burjaklariga tikilib, bahori hamon keladi. Qor muzlar eriydi. Ana tuproq chiroy ochadi. Shu chaqda u hammani qayta operidi qiladi. Qizilgul cho'g'dak yenib ichiladi. Bulbul visoliga yetadi. Deydi. Ba'zida qo'ynidan mushtaq bir tugunchakni chiqarib, ko'zlarini yumib uxlab qolgandek uzoq o'ltiradi. Bala uning uxlab qolmaganligini, tuyuqsiz yana so'zlashga boshlaydiganligini biladi. Shunga butun zehni bilan uning chiroyiga, turim bo'ynidagi ushluq bug'diykiga, javg'iyidagi chunqur qo'riqlarning o'zgarishiga qarab o'ltiradi. Degandek, u bir chaqda ko'zlarini g'ilpal ochadi. Burkutning tirniqidek agamash barmoqlari bilan balani yaqin kelishga sharat qilib, mana bu tuproq, biz sening ota-bovalaring yashagan qizil gul yiltiz tartgan tuproq. Avu yepsimon narsalarni ko'rdingmi? Ashu yiltizlarning qoldiqi. Deydi. Bala demiqaga göppede urilgan ajoyib puroqni kuchab sumiradi va shu hamon ruhlanib boshqacha bo'lib qoladi. Xiyolida buvayning shuncha uzoq umr ko'rganligi mushu tugunchakdagi tuproq hidini doim purab turganligidan ekan deb qoladi. Buvay o'rnidan turganda ustixonlari iskeletdek sharaqlaydi. Daldan shib mengib yurganida ustixonlari sharaqlab hozirla chechilib ketadigandek tuyuladi. Ammo bala buvayni yo'lagan chog'larda uning qo'llarining burkutning panjidek kuchli ekanligini sezadi. To'li vaqtlarda u yanada balaning borligini unutib qoladi. Yashang'aragan ko'zlarini yerim ichib, xiyolida so'ygan qizi bilan, ota-onasi bilan, gohida doim minib yuradigan iti yoki orqasidan qolmaydigan paqmoq kuchigi bilan uzoqdan uzoq so'zlashadi. Bala bu ko'zlarning ichidagi qo'ng'ir ranglik hasrat, zangar ranglik aslima, qizg'uch siyriq ranglik seg'inishni aniq ko'radi va hayron qoladi. Chunki hozirgi odamlarning ko'zlarida bundoq hayajon bo'lmaydi. Bundoq ranglar chaqnamaydi. Ularning ko'zlarida pul, manfaatni ko'rgan chaqlarda chaqnab qoladigan sovuq nur buvayning ko'zidagi nurga va ranglarga mutlaq o'xshamaydi. Bala xushpuroq chechib, o'tdek yelinjab ichiladigan qizilgulga xiyolan
aşık bulup, ismini Bulbul deb özgertdi. Xiyalida özünü Qizilgülning piraqida qon yutgan Bulbul deb tasavvur qilatdi. U ota-onasiga, do'stlariga kamdan-kam ig'iz ochadigan, reallikdan o'zini qochiradigan bo'lib qoldi. Uningdagi o'zgarish ota-onasini qattiq andishiga soldi. U davlatman oilaning e'tiborli bir farzandi edi. Bular hamma yerni oqtirib, bolaning heliqi kitobini tepib oldi. Hamda varaqlab beqishdan qo'rqib, shu hamon ko'ydirib, tirnoqchilik kulini to'zitmay, avras yo'liga iqtibatdi. Bala ularning harakatiga parvosiz qarab turdi. Chunki she'rlar allaqachon uning yuragiga naqshlangan edi. Biroq bir kuni u bovayni izlab doim o'ltiradigan yerdan uni topolmadi. Bovayning hovlisidagi yangi yaqqan qarda bir muncha oyoq izlari bilan tag'ardak bir nimaning so'ralgan izi qolgan va bu izlar eshikdan chiqib yiroq dalaga qarab so'zilgan edi. Bala qarliq dalada bir kecha kunduz mengib temir yo'lning bo'yiga keldi. Temir yo'ldan soatiga 500 kilometrlik tezlikda mangadigan poyezdlar g'alati yirtqichdek hovlashib, pushqirishib, to'xtamay o'tib turadi. Bala 10 metrcha orliqdagi relis rangining qizarib qolganligini ko'rdi. Ammo atrofda na biror tal ustixon, na biror parcha latta qolmagan edi. Faqatla relisning ostida muz parchasidek bir narsa g'ilpal ko'zga tashlanib turadi. U yeliq tugunchak bo'lib, bovay uni balaga qoldirgan edi. Bala bovayni do'rab, uni yuragiga yaqin joydagi ishyanchiqqa soldi. Uning yuragi bovayning yuragining haroratini sezdi. Burniga qizilgul yiltiz tortgan tuproq hidi puradi. Shundan keyin bu puroq zodi yo'qolmadi. Bala kishilarni hayron qoldirib, birdinla ajoyib bo'y tortdi. U odatdagi kishilar bilmaydigan nurg'un narsalarni biladi. Uning ko'zlarida samimiyatning pok nuri chaqnab turadi. U odatga aylanib ketgan yolg'on gaplarni qilishdan o'ng'aysizlanadigan, bosh tortadigan bo'ldi. Kishilar uningga andish ichida qarashadi. Bu balaning o'zlariga qandoqdir bir balo qazo ilib kelishidan xavfsiraydi. Eng burun uning ota-onasi uni qarg'ashga boshladi. Arqadan boshqalarmi qo'shildi. Bala o'zini qatma-qat qo'rshib olgan kishilar o'ttirisida yakka-yegona qoldi. Uning chiroyida qo'rqishdan asar yo'q edi. Muhosira chambaraki borgan sari taraydi. Kimdir biri oldi bilan balani putlab yiqitdi. Qolganlar uni chambarchas bog'lab tog'arga tiqdi. Ular uni ko'tirib yiroq dalga elib ketdi. Shuningdan keyin bala dunyodan iz deraksiz yo'qoldi. Biroq balani elib ketgan kishilar uning yenidan heliqi tugunchakni tepib olishdi va darhol uni ichib ko'rishdi. Tuproq, dedi kimdir biri baladan anglab olgani bo'yicha. Hammaylar hayronlik ichida bir-birlab purab ko'rishdi. Bu puroq ularga o'zlarining azaldan nimagadir tashna ekanligini bildirdi. Bu puroq, bu xiyol shuningdan tortib ularning diliga mahkam o'rnashib qoldi. Ularning chiroyidagi gangarash, xiyolchanlik boshqa kishilarning diqqatini tortdi. Ular bu kishilarning nimadan zaharlanganligini tekshirib isbotlagandan keyin tugunchakdagi narsani yo'qotmoqchi bo'ldi. Ular uni yuqori haroratli o'choqlarda ko'ydirdi. U ko'ymadi. Suda eqtib etmoqchimi bo'ldi. U oqmadi. Shamolda to'zitib etmoqchimi bo'lgan edi. Shamol uni uchirib yana bir yerga yig'ib qo'ydi. Ular uni qilin qormuz ostiga ko'mib beqishdi. Ammo u qormuzlarni eritib, laylab chiqib oldi. Oxiri binokorlar shahar sirtidagi odamsiz dalaga cho'ng bir qasr soldi. Qasrning uylari qatma-qat ham sirliq bo'lib, uningga kirgan odam bir izida oylini berib, holidan ketadiki, chiqish eg'izini mangu topolmaydi. Kishilar tugunchakni alohida chidamliq birikma moddadan yasalgan sanduqqa silib, qasrning eng
pinhan qazniqiga yoshirib qo'yishdi va ashu qatma-qat qilin tam eshiklar, maxfiy quluplar, sirliq giralishib ketgan koridorlar orqali uni insonlardan abadiy ayirib etmoqchi bo'lishdi. Biroq uzoq o'tmay eshik yo'chiqlari qulub to'shiklaridan bir xil puroq sirg'ib chiqishga boshladi. Bu puroq uylarni, koridorlarni, qasrni bir oldi. Qasrdan yamrab chiqib dalaga tarqaldi. Bu shundoq hayot baxsh puroq ediki, kishilarning ruhini zil-ziliga soladi. Kishilarning vujudidan abari yo'qolmay, ruhining cho'nqur qatlamlaridagi ezgu hissiyotlarni uyg'otadi. O'zining tabiiyligi bilan kishilarni mohiyatiga qaytarib, soxtabazlik, yolg'onchiliklardan yirgandiradi. Puroq bargan sari kuchaymoqda edi. Qor shivirg'an uni uchirib ketishga, yer yuzidan yo'q qilib etishga urinadi. Ammo qor to'xtagan kunlari u yangi boshdan kuchayib, ko'ngillarni yoshurun bir vasvasiga silib qo'yadi. Sharoitga moslashchanligi kuchlik, yurak, jigar, oshqozon qatorliq asosliq a'zolari birikma moddaga aylanib bo'lgan kishilarla bu puroqqa bo'lgan qarshilik kuchini saqlab qolgan edi. Dal shu kunlarda olamlik tortish kuchi va yiroqdagi yulduzlarning ta'siriga uchirgan bu kichik sayyoraning ishki qatlami uzoq normalsizlikdan keyingi asliga kelish bosqichini boshdan kechirmoqda edi. Xuddi asliga kelgan hayotiy kuch tufayli odam badanidagi to'silib qolgan tomirlar ichilib, qonlar yurishga boshlagandek sayyoraning ishki qatlamiga yig'ilib, uning normal harakatini cheklab turgan g'oyat zo'r vayron qilish kuchiga ega issiq magmalar, lotqalar va gaz eqinlari asta-asta o'z yo'llariga tushib, yurishib tinchlanmoqda edi. Kichik sayyora kuchli silkinishga muhtoj edi. Oxir bir kuni kun bilan tun tanglashgan, qo'g'shundak ig'ir qora bulut va quyuq istutak yupqi ostidagi shahardagi odamlarmi sherin uyquga g'arq bo'lgan bir mahalda olam gumron bo'lgandek dahshatli guldirlash ichida yer zamin qattiq silkinib yulqindida birdamlik zilziladan keyin temtas ichida qetib qoldi. Hayot qolgan odamlar yotgan, yiqilgan yeridan o'milab qo'pib, qo'rqinch, ajablanish ichida atrofga qarashdi. Odamlar yana bir qitim xaroblik orasida yalang'och qoldi. Biroq ular qorning to'xtab qolganligini, osmondagi ig'ir bulutlarning g'oyib bo'lganligini, yer jahonning boshqacha yo'rib, illib ketayotganligini sezdi. Ular hech qachon ko'rmagan, anglamagan zangar osmonda yulduzlar bir-birlab yenishga boshladi. Bu manzara shu qadar go'zal, mo'jizlik ediki, kishilar hammani unutib, toki osmon nurliq yulduzlarga liq to'lqaniga qadar hong'iqib qarab turishdi. Ayol o'tmay yulduzlar so'zlashib, yiroq ufuqda mislsiz hayvatlik qizillik paydo bo'ldi. Bu qizillik barg'an sari zo'rayib, uning taram-taram nuri butkul osmonni, zaminni va kishilarni o't ichida qolgandek tusga kirgizdi. Qizillik titrab, texim nurlanib, biri ulug' harakatdan bishorat bergandek qildi. Shu hamon uning ichidan bir parcha yumaloq o't lug'ildab ko'tarilib, kuchlik nuri bilan kishilarning ko'zlarini chaqnatib o'tdi. Ko'zini yumib ochqichi bo'lgan orliqda kishilar bir-birining ko'kirib ketgan chiroyi va vujudidagi badbashirliklarni, xunukliklarni shu qadar aniq ko'rdi. Ular ko'zlarini to'sib, pitirab ketishib, qorong'u bulung pushqoqlarga mo'kib olishdi. Shundaqdimi ular bu nurning o'z vujudini illatayotganligini, oyog'i ostidagi to'mirdek qattiq yerning yumshab ketayotganligini his qilmay turolmadi. Quyosh har kuni ufuqdan ko'tarilib, nurini ayamay chechiverdi. Mangulikda ko'rindigan qor muzliq cho'qqilar birdamdila g'oyib bo'ldi.
Kishilarning oyog'i ostidagi qatma-qat qarmuzlar erib, qaynam hosil qilib eqishga boshladi. Odamlar dahshatli qaynam ichida hayotlik uchun jon tikib elishmoqda. Bu rahimsiz elishishda ularning mohiyati oshkorlanmoqda edi. Suv yuzida yengil sun'iy taxtaylardan yasalgan sallar paydo bo'ldi. Ularni eng yuraklik ham oliyjanob odamlar ming bir jafo mushaqqatda hatto o'z hayoti bedeliga yasab chiqqan edi. Oldi bilan ayollar bilan bolalarni qutqizib olayli. Ular shundoq deyishadi va shundoq qiladi. Ayollar bilan bolalarni tortib suvga tushirib etib, salga o'zi chiqib oldiganlarmi chiqib qoladi. Ular har qanday sharoitga moslashish iqtidori intayin kuchlik, o'zini, o'z manfaatini muhim biladigan odamlar edi. Ba'zilar hatto laylab yurgan qandaqdir qimmatli narsalarni suzib olish uchun tipirlab yurishadiki, tunchuqib o'lib ketayotgan odamlarga parvo qilmaydi. Xuddi yaxshilik bilan yomonlik insoniyatga mangu hamroh bo'lganidek, yangi Ironing sollarida oliyjanob odamlar bilan razillar billa edi. Kunlar, oylar o'tdi. Odamlar har bir kunni nurg'un mushaqqatlarni yengish badaliga o'tkazadi. Shundaqdimi ochliq, kasallik va qattiq issiq odamlarga to'xtamay chang soladi. Sallarda odamlar bargan sari oz qoldi. Suvmu asta-asta tinjib tövellashga boshladi. Eng dastlab yiroq ufuqda xanjar uchidek cho'qqilar paydo bo'ldi. Zamin qayta yaralmoqda edi. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. Asarga kirishtirgan muzikani Dilfuruz G'ani ishlagan. 2020 yili 23 yanvar Janvad unga ilinib tayyorlandi.